Salom Islom, g'alaba bilan tabriklayman. Rahmat. O'ylashimcha, butun mamlakatga bir hafta davomida yaxshi kayfiyat ulashding. Buning uchun barchamiz nomidan senga rahmat aytamiz. Rahmat. Islom, aytchi, to'g'ri tushundimmi? Sen Ramazongacha jang qilishni xohlayapsan, shundaymi? Ha, albatta, 100%. Ramazongacha jang qilishim kerak. Ramazon fevral oyida boshlanadi. Ungacha hali 5-6 qancha? 4 oy aniq bor. Shu vaqt ichida albatta jang qilishim kerak. Yaxshi, aytchi. Volk bilan birinchi janging bugungidan ancha og'irroq bo'lgandi, to'g'rimi? Ha, birinchi jang ham organizm uchun, ham umuman holatim jihatdan ancha og'ir bo'lgan. U yerda ko'plab omillar bor edi. Biz u yerda qish paytida jang qildik. Yozdan kelgandik. Haroratlar umuman boshqacha. Iqlimga moslashish kerak edi. Butun arena uning tarafini olgandi. Umuman olganda tiklanish vaqti bilan bog'liq muammolar ham bo'lgan. Turnir ertalab soat 5 da boshlangan. Juda ko'p omillar ta'sir qilgan. Umuman bu men uchun jang qilishga eng noqulay bo'lgan, hayotimdagi eng yomon kun edi. Yana bir narsani aytsang, yarim o'rta vazn toifasida 20 ta g'alabaga yetgungacha jang qilishni xohlaysanmi? Bu yerdagi yigitlar juda katta ekan. Hech qisi yo'q, biz vazn yig'amiz. Yan Geri eng bo'yi balandlardan biri. Men undan unchalik past emasman. Shuning uchun bu yerda hali ko'p yillar bo'laman. Rahmat, yana bir bor g'alaba bilan. Katta rahmat.